Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Xuddi mana shunaqa super qisir karam tayyorlashni bugungi videoda o'rganamiz. Biz kichkinaroq oila bo'lganimiz uchun men bitta karamdan tayyorlayman. Karamni mana shunday qilib to'g'rab olamiz va tashqariga chiqib turgan o'zak joyinigina olib, qolgan ichkaridagi o'zagini qoldiramiz. Karamlarni tuzlashda mana shunaqa plastmassa 7 litrlik konteynerdan foydalandim. Endi qolgan masalliqlarga o'tamiz. Sabzini xuddi mana shunday bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Bizga yana lavlagi ham kerak bo'ladi. Bir donagina lavlagini ham xuddi sabzi to'g'ragandek qilib to'g'rab, karamni ichlariga joylashtiramiz. Menda oddiy chesnok yo'qligi sababli yosh chesnoklarni 4-5 tasini to'g'rab ichiga solamiz. Endi karam uchun rassol tayyorlaymiz. 2 osh qoshiq tuz, 1 osh qoshiq shakar, lavroviy lis, murchni solib, rassolimizni qaynatishga qo'yamiz. Qaynab chiqqandan keyin esa gazni o'chirib, sovutamiz. Rassol uchun 3 litr suvni ishlatdim. Rassol 70% sovigandan keyin karamni ustidan quyib, uni ham ustidan og'ir buyum bilan bostirib qo'yamiz. Karam 1 kun xona haroratida turishi kerak. Keyin esa xolodilnikda bemalol saqlashingiz mumkin. Yaxshilab yetilib tayyor bo'lgan karamlarimizni endi degustatsiya qilib ko'ramiz. Qanaqa qisir qilishini o'zingiz ham eshitib ko'ring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni va videoga like bosishni unutmang. Ko'rishguncha xayr.